So'nggi 10 yilda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi lozim degan oliyjanob falsafani davlat siyosati darajasiga ko'tardik. Fahmet Rais, Muhtaram Prezident janob oliylari, siz jahon miqyosida davlat boshqaruvining yangi tafakkurini shakllantirdingiz. Bu tafakkur mukammallikni nafaqat ish uslubi, balki fikrlash tarzi hamda insonga va vatanga xizmat qilish madaniyati sifatida qabul qiluvchi institutsional muhitni yaratishga xizmat qilmoqda. Aziz farzandlarim, aziz yosh kitobxonlar, sizlar bilan ko'rishish istagida har safar yuraman. Bunday daqiqalar men uchun baxtli daqiqalar. Yana bir marta sizlarni ko'rganimdan xursandman. Hayotda yuksak marralarga erishgan insonlarning barchasida bir umumiy fazilat bor. Ular ko'p kitob o'qishgan, har kuni mutolaa qilishgan. Kitob ularning bir umrlik dono va sadoqatli do'sti bo'lgan. Men ushbu dasturni shunchaki kitob o'qish musobaqasi emas, balki jonajon vatanimiz kelajagi uchun strategik investitsiya deb bilaman. Bu kunda biz 34 yil kutganmiz. Sizlar tarixni allaqachon yaratib bo'ldilar. Oldingizda turgan muhim uchrashuvlarda ortiqcha bosimsiz, hech kimdan hayiqmasdan boringizni berib o'ynang. Har bir to'p uchun, har bir vaziyat uchun, maydonning har bir qarishi uchun oxirigacha albatta kurashasizlar. El yurtimiz sizlarga ishonadi, prezident ham sizlarga ishonadi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Yaşasın O'zbek futboli, yaşasın yangi O'zbekiston yoshlari, yaşasın bunyodkor O'zbekiston xalqi.